Assalomu alaykum aziz obunachilar. Cobalt mashinasiga suv graduslarini chiqarib berdik. Programma orqali o'zlarini monitorlariga va avtomat korobka ekan mashinalariga avtozapis funksiyalarini ham urib berdik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Zash avtoservisda ishlarni a'lo darajada bitirib beramiz. Mashinamiz zavod bo'ldi. Qish kunida pechkalarni yoqib o'tib ketadigan bo'lsalaring, yoqib kirib ketadigan bo'lsalaring, pultda zavod qilgan vaqtda o'zi pechkani qo'shib issiqni qilib qo'yadi. Yozgi kuni bo'ladigan bo'lsa, konditsionerni yoqib qo'yasizlar, konditsioner bemalol ichkarini sovutib, muzdekkina qilib qo'yadi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Zash avtoservisga ishlarni a'lo darajada bitirib beramiz.